брат или сестра или... Одна сестра. А у тебя сестра есть? Сколько лет? 25. 25 это сколько лет? 2-5. 25 yosh. 25 yosh. Старше, чем это Джон. Otajon meni говорю, я, короче, sog'indim nima edi? Sog'indim. Ускучаю, Камола говорит меня. Так он мне кружочек скидывал. Камола, душа моя, как дела? Рончик, да. Писал мне, скидывал кружочек в Телеграме. Assalomu alaykum. Aleykum assalom. Bratан, bir adim batvonik, bratан. Почему накричал? Bratан, sizin подписчиком, bratан men. Sizin подписчиком, bratан, bir batishmoqchi, bratан, bir batvonik. Ребяточки, все, кто еще не вступил в команду. Bratан. O'tag'imdi. Va men sizga. Va avvaliganing ko'tiga sizga. Shamollabman shekilli. Qanday makkammi? Nimaga yapasizda qora ko'zingizni, shirin so'zingizni, bitta o'zingizni. O'zimda yaxshi, tinch. O'zingizda nima gaplar? Sog'liklaringiz qalay? Gullaringiz boshqacha. Chakkangizga gullar taqib olibsiz. Effekt. Dina ham qo'yib oladi. Dinani taniysizmi? Dina bilan ikkalalaring bir-birlaringni taniysizlarmi? Конечно, Dina PUBG orqali hamma tanidi Dina. Ikkalaringiz ana o'ynagansizlar, denda. Skoratga urishtirish. Eshitdingizmi, Sardor? Nimani? Qozog'istonda so'kib stream qiladigan qizlarni yechintiradiganlarni qamab tashlashayotgan ekan. Eshitmadim. Yo'q, eshitmadim. O'zingiz podelиться qilibsiz-ku, ko'rdim. Yo'q, eshitmadim. Men u narsaga men qarshiman. U narsaga men destinni любой bilan gaplashaman, qarshiman. U terpiylarlar chiqibdi, shunaqa bir 5-6 ta odamlarning ustidan yozib, aqcha jina uchun qilyapti-kan u ishni. Aqcha. Pul olish uchun, aqcha olish uchun. Siz qayerlardasiz? Bu hamma joyingiz yam-yashil, o'tloq. Men bu fonni o'zim qilganman. Men bu YouTube knopkam. Buni o'zim qilganman. YouTube'da qanaqa knopka beradi sizga? Qanday knopka u? Bulutmi? Nima u? 100 mingtadan ko'p podpischikingiz bo'lsa, anketa to'ldirasiz, sizga Amerikadan YouTube knopka jo'natadi. Biri ham Amerikadan. Siz YouTubermisiz? YouTube'm bor. Kontent ishlayman-ku. Nechta podpischikingiz bor YouTube'da? 400 mingga yaqinlashtiryapman, menimcha adashmasam. 400 ming? 1 million bo'lsa, zolotiste beradi. Anaqa knopka. Bu hozir nima bu? Temirmi bu? Qanday bu? Nima bu? Temir. Bu serebro. Kumush degani serebro. Kumushdan qilingan necha kilo u? Yo'q, просто так uncha расходli narsa emas. Просто men uchun ma'naviy qadriyati kuchli-da. O'shancha osib qo'ydim. Turishi kumush bo'ladimi uni? Ozgina bor, ha. Ko'zda emas. YouTube'da nima qilasiz? Qanday kontent qilasiz YouTube'da? TikTokda qanaqa kontent qilsam, yo'lda ham xuddi shuni podelиться qilib qo'yaman, yo'lda. Galichkangiz bormi? Yo'q-da, galochkam bo'lish uchun, masalan, siz galochkaga murojaat qila olasiz, avtomatik berishadi. Qanaqadir xabarlarda chiqqan bo'lishingiz kerak, rasmiy kanallarda. Men hamma joyda chiqqanman. Zo'r TV'dan, Milliy TV'dan ham, Любой TV'dan ham. Siz o'shani linkini podelиться qilib, TikTok admini bilan gaplashsangiz bitta deb beradi. Siz mana o'ynaysiz-ku, nima edi o'yinda oti? Mana skorotka bilan o'ynaysiz. PUBG. U nima uchun o'zi PUBG o'ynaysiz? Bu pul beradimi o'ynasangiz? YouTube'da stream qilsangiz, pul topsangiz bo'ladi. Endi hozir men unaqaga qiziqmadim. PUBG o'ynamayapsizmi hozir?
Oldingidek aktiv emasman. Menga rivojlandimi bilmayman, o'ynagim kelmayapti. O'zbekistondagi eng zo'r PUBG o'ynayotgan odam kim? Hech nima bilmayman u tema bo'yicha. Bitta bola bor-ku, men urushganman bir 5-6 yil oldin, bir sochi uzun bola. O'sha bola zo'r o'ynaymi? Tanimayman. Aslam degan bola. Tanimayman. Kimlar bilan Mendan keyingi o'ynagansiz? pokoleniya ular bilmayman, eslamayman. Siz kimlar bilan o'ynagansiz? Men kimlar bilan o'ynaganman? Senatorlar bilan o'ynaganman. Ha, senator bizda o'g'ilcha bo'ladi. Zo'r o'ynaymi shu ham? Zo'r bola. Yaxshi o'ynaymi PUBG'da? U yerda hozir bilmadim, PUBG o'ynayaptimi yo'qmi. O'sha stream qilgan paytingiz YouTube sizga pul to'laymi? O'sha o'yin bilan anaqa shartnoma tuzasizda, ham o'yinni reklama qilasiz. Qimorlar reklama qilib yurishibdi-yu, xuddi shunaqaga o'xshab. Siz hozir qaysi davlatdasiz? Turkiya, Antaliyada yashayman 17 yildan beri. U yoqda uyingiz bormi o'zingizda? Turkiya fuqarosimisiz? Malades. U qanday o'rgansiz Turkiya fuqaroligini? U yozsangiz olasiz. Ha, uy bersangiz ana fuqarolik ham beradi-da. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Nima qilasiz? Ya, ishlashda qilmayman, prosta endi 17 yildan bir Turkiyada Kasbiy savollar bermang. Prosta tak o'tirib yutib tashyaptilar. Ko'ryapsizlarmi? Kuch ko'ryapsizlarmi? Молодец. hali ham charchagan paytimiz bu, oyda oxirida charchaymiz-da biz, dam olamiz. Oy oxirida hamma charchab o'tiribdi hozir. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Oyda oxirida hamma kredit to'laymiz, uyni kreditini to'laymiz, odamlar qarzdorligini to'laymiz, undan bundan qarzimiz bor to'laymiz deb hamma akalar hozir o'zi bilan o'zi ovora. Prosta biza guring qilib TikTok stream qilganingiz uchun ham pul to'lasini bilasizmi? O'rgataymi? Xuddi mana stream ochib turib 90 soat, 30 soatdan 30 kun, 20 necha kun. Uchun akkaunt qaysidir davlatda ochilgan bo'lishi kerak. Siz qaysi davlatda ochilgan? Turkiyaniki. Turkiyada ochiq-ku TikTok. VPN nimadan? Bizda VPN ishlaydi. O'rgatasizmi? Ya, yo'llari bor, ya halolaxon, yo'llari bor uni. Yo'llari bor. Yana ikkita qiz qo'shaylik, 3ga 1 gaplashib o'tiramiz. Ya biz unday ko'p ham gaplashib o'tirmaymiz. To'rtta guringizni olaylik, ketamiz. Qiz kerak emas bizga, ko'z tegmasin. Qizlar bizda minoga. Umuman shu qizlardan bilan ruslarga o'rgatib qo'yishibdi, minoga deydi. Men o'ritchani, rochchani o'rislar ham bilmaydi. 90 mana o'rislar toza, mana o'ritchani 70% gapira olganda, men 95% ruschada gaplashib olaman любой odam bilan. Ishonaman. 95. Nima desiz to'g'ri chiqadigan bo'lib qoldi o'zi oxirgi paytlarda. Shunday. Futbolga ham qiziqib turasizmi yo? Yo'q, futbolga qiziqmayman. Nimaga qiziqasiz bu hayotda? Faqat boksga qiziqaman. Qaysi boks uchun tomosha qilasiz? Oldingi boksyorlardanmi? Ya, endi o'zi yoqtirgan boksyorlaringiz bo'lsa. Hozir emas. Rosa savol berdingiz, men ham savol beray. Bering, mayli. Yashashdan eng oliy maqsadingiz shu hozirgi kunda nima? Bu qanday savol bo'ldi? Yashashdan maqsadim? Hozirgi kunda masalan maqsad bo'ladi-yu, bitta maqsad. O'shanga qarab intiladi. Yashashga maqsadim Yulduz Usmonova bilan ko'rishdim. Uy olishida oldim. Biznes ochishida ochdim. Mashina olishida oldim. Dubaydan ham uy oldim. Mashina ham oldim. Bitta maqsadim qoldi. Endi bir yaxshi qiz topib uylanish. Yaxshi bir qiz topsam, o'zimga bir mosidan, bir aqlliligini o'zimga o'xshagan, esli xushli qiz topsam, uylanish xudo xolisa. Niyatizga yetdi. Aytganingiz kelsin. Bo'ldimi, savolingiz tugab, endi bersam Hamma bo'ladimi? narsa tayyor ekan, faqat uylanish qolibdi. Multikchi deb yozishyapti. Tanimayman multi degan. Tanimas ekan.
Tanimayman. O'zbekistonga qachon qaytasiz? O'zbekiston esimdan chiqib ketibdi. Qaytaman nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Endi eslatdingiz, endi qaytaman. Endi eslatdingiz, qaytaman. Ko'stayman. Salomat qayting, Xudo xolasa. Bo'ldimi savol? Endi men bersam bo'ladimi? Yo, hali bormi? Bo'ldimi? Dubayda ham 100 bor. Ha? Ahadjon aka yuribmiz, Antaliyada uyim bor deb. Yana bitta katta maqsadim endi Antaliyalarda borib, Antaliya degan joylarda ham ko'rish, televizordan ko'rganmiz. Kelmaganmisiz Antaliyaga? Turkiyaga, Istanbulga borganman. Antaliyaga bormaganman. Antaliyaga bormaganman. Antaliyada eshitganman, zo'r dam olayotgan joylari bor deyishadi. Plyaj cho'milayotgan zo'r joylari bor deyishadi, lekin bormaganman lekin. Yo'lim tushsa boraman, Xudo xolasa. Yozda keling, qishda, kuzda kelib qo'ymang. Yozda dam oladigan yaxshi joylar borda, ham dengiz iliq bo'ladi. Qishda cho'milib bo'lmaydi, yozda ham, kuzda, bahorda ham cho'milib bo'lmaydi, sal sovuqroq bo'ladi. Bu qishda Turkiyada ham sovuq bo'lar-ekan, Istanbulda ham borganman. O'tgan bir 2-3 yil oldin borganman. Istanbulga 2 marta borganman. Borgan paytim shunaqa sovuq edi, men aytdim, yomon sovuq, dengiz sovuq kelayotganda dengizda, chekkadan dengiz sovuq kelayotgan. Lekin Istanbul yoqdimi? Mazza qilganman Istanbulda. Joyli joyi. Chiroyli, madaniyati zo'r, odamlari ham yaxshi, zo'r mehmon qilishgan Istanbulda. Ko'z tegmasin, mazza qilganman. O'sha yaqinda ham bir bormoqchi edim, bora olmadim. Boraman nasib bo'lsa Istanbulga. Anonga boraman. Turkiyadami bunaqa bulutlar ichiga bunday yurayotgan joy bor? Bobodo. Ash joyga boraman. Nasib bo'lsa ash joyga ketayotganda kirib o'tsangiz bo'ladi. Ko'ribsiz eng chiroyli joylar, Xudo nazar tushgan joylarda. boraman nasib bo'lsa. Juda ham chiroyli. Bulutlarning ichida boraman. Agar kelajakdagi planlar, короче, dunyo kezmoqchiman hali uylanishdan oldin. Yevropaga chiqmagansiz, a? Yo'q. Ashi Yevropa tomonlarga, Antaliya tomonlarga, Fransiyaga borish eng katta maqsadim. Fransiyaga Eiffel minorasini ko'zim bilan ko'rishni xohlayman. Atak siz ololiz viza bilan chiqib ketsangiz bo'ladi. Ili Boraman Xudo xolasa. Katta bo'lsam, endi hali yoshman-ku, Hilolxon. Dubay anaqasi bo'lsa sizda bemalol borsangiz bo'ladi viza olib. Aytishdi, bezatkaz borsang bo'ladi Dubayda. Menda iqamasi borda. Boraman nasib bo'lsa. O'zida nima planlar yana kelajakda? Hozir kuch-quvvatingiz borligida, pulingiz borligida aylanmasangiz, keyinchalik borganman, ko'rganman bo'ladi-da. Shunday odamdan shu dunyo kezgani, yurt kezgani qoladi. Yuring qilamiz. O'zingiz asrang, Sardor. Xo'p, mayli.